Necha Jamshidbek? Yeshi 75 ga hozir yetmay qoladi-da. 75 ga? Ha, 70 plusga beraveramiz. Ko'rsagmasin mana akalar. Ana aka 73 manda menga moslab olaversin. Men bo'yimga. Meni bo'yim 73. Agar bu jonivor bitta yo'g'onlab bersa, aka boqish kerak. Sal orog'ida endi to'layapti. Yoshi qanaqa yoshi? Yoshi 7 ni to'ldirib 8 ga o'tdi aka. Yo'q, endi xudo xolasa yo'g'onlaydigan vaqti kelibdi. Kuchiga kelyapti aka, xudo xolasa. Mana akalar, qashqalar o'ziga yarashib qo'ygan ekan jonivor. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum akalar, barchaga xayrli kech. Tinch omonmisizlar, sog' salomatmisizlar? Xullas akalarim, yana bitta qora qashqa. Bu safar endi ikkita orqa oyog'ida, bitta oldi chap oyog'ida, mana tumshug'ida qashqasi bor ekan jonivorda. Ko'rsatmasin, mashalloh. 5 qashqalar nima bo'ldi polvon? Ha, 5 qashqalar talash bo'ldi aka, talash. Egasi topdi. Qayerga ketdi? Haligacha tinmayapti so'rov. Aka kichkinamiz o'zimizda qoldi. Kichkina. Ha, kichkina. Kattamiz Toshkent yangi yo'lga bir Abdulloh degan bir akamiz bor. Shu akamizga berdik. Gelik minsaga ham bu ot yapini bera olmayapti deb Ferrari'ni olib ketdi. Bu ham insonga yetsin inshaalloh. Inshaalloh. Akalarim, naki bosib qo'yasizlar. Bugun ham xudo xolasa yaxshisi ekan inshaalloh. Faqat oldin aytib o'tamiz, jinni avroq ekan. To'ldiradigan ekan. Endi yedirib minilaveradimi, na? Aka, yedirib minib aka, xudo xolasa to'ldirib olsa aka, katta ot ko'ryapsiz. Ko'rsatayman. Aka, pulini yengil qilib beraman, xudo xolasa. Buni inshaalloh. Mehnatini hisobga olib. Yeb icharini o'tib beraman aka. Bo'ldi jigar. Xudo xolasa. Qiziqgan akalarimga ekranda nomer bor. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bismillah deb boshladik. Jamshid polvon, bu ma'lumotlarni yetkazingchi. Xo'p. Aka, ma'lumotni shu 7 to'ldirib 8 o'tini yeyapti. Bahordan 8 da yo hozir 8 da? Bu 8 deng, 8 o'tini yeyapti. Xo'p. Yoshi zoti aka toza Gannoyer. Gannoyer. Nemis. Ha, nemis zot. Bu Bishkekdan kelgan aka, kelganiga dedi bir 2 oyga bormadi, 1,5 oy chop qoldi shekilli. Примерно. Ororoq keldimi? Ororoq keldi aka, to'g'ri u yerdan kelgan bu. U yerdan o'shab kelganmiz, o'zim borib. Xudo xolasa u yerdan kelgan. Shu yerda yuribcha ororoq keladi, ammo yaxshi o'zgaryapti jonivor. Yana ham to'ldirmoqchi edik, endi ot ko'p. Uni egasiga beraylik. Aka, mana sov to'lish ham ularga borib, aka, tomosha qilib yurib ham bir ko'rib. Aka, u yuriga 100% garantiya. Pullar ham juda zo'r berar ekan. Jonivor kallani torting, buni kalla bir go'zal. Bu xulqi aka, bo'yni hamma yo'q, oyoq qo'llari polvon aka. Jonivor, svetini o'zi aka bir boshqa bo'lakcha-da. Jonivor qora. Shum qora ekan jonivor. Qop-qora, 4 qashqa bo'lib qoldi, 5 qashqa. Yetarlicha endi Jamshidbek yo'q. Bo'ldi, buni bir yuvashligini ko'rsatib qo'ying-da. Ko'rsatib qo'yamizmi? Ha, juda yuvosh. Ko'rsatamiz, mana akalar. Aka, yurda yurgan chumcha ot sal odamga qo'polroq bo'ladi-da. Ha, aka, вообще zo'r. Endi shunchalik-da yuvoshligi. Ko'rsatamiz. Taqaga zo'r, ikkitani taqalatib qo'ydik, orqasiga taqa tushmadi, qolib ketdi. Taqalatib beramiz, muammo yo'q. Yuvoshligi mana shu Kamronboy ham mana shu polni qaraydan shu yuvosh otlarga o'zi. Qani? Jonivor, shuda Kamronbek. Juda kelgan dadang minadi. Hayda. Mana akalarim, odamga yaqin ekan jonivor. Ko'rsatmasin. Endi nima deydi? O'g'ilchalarga ham ishonib berib qo'ysa? Ha, juda tez jonivor. Hali bir ko'tarib ketdi, yetalab ketdi, so'dirab ketdisi yo'q. Hayda. Ayt jonivor. Inshaalloh. Ana aka. Ha, jonivor. Hayda. Kamron polvon ham chumcha ot ustiga o'tirib qolibdi, ko'rsatmas. Ha. Polvon yigit bo'ladi Kamronbek. Mana akalar. Buni yaxshilab to'ldirish kerak. To'ldirish kerak aka, to'lib bo'lsa aka, mana ko'hraklarni torting. Shu keyinlari hamma yo'q zo'r aka, oldi bo'yin, kalla juda chiroyli. Aka, meni yurib boqib to'ldirib olsa aka, katta otda aka, 70 ta ustidagi ot katta. To'g'ri aytasiz. Tak. Oyoq qo'li butmi? Aka, but, mashina ozgina travma bo'lgan. Lekin oqsash yo'q, mana. Qani ko'rsatib qo'yaylik. Ko'rsatib, tak. Mana, u qattiq olma mana. Og'riq yo'q mana. Qatib ketgan. Orqasi alaniga shivarib qoladi, mana qatibdi bu. Taqasi yo'q aka. Saslar o'sib yotibdi. Muammosi yo'q, ha? Yo'q, unaqa oqsash yo'q. Ko'rsatamiz. Hayda. Buni yaxshi to'ldirish kerak, Jamshidbek. Jonivor. Nomi nima bo'ldi buni? Aka, buni
Jaguar deb qo'ydik. Jaguar. Jaguar deb qo'ydik. Bir minasimi o'zingiz? Ha, o'zim minaman. Qani meningcha. Bir meni buni. Yengilliklarni, birovlarni bir ko'rsatib qo'yingchi. Kamron polvon. Tushchi ota. Qani. Tushchi. Tush. Ammo bo'yi basti zo'r ekan. Baland ekan. Gap yo'q. Bunga arg'amam chiqmay tak. Mening polvon. Harakat qil. Siz ham yengilsiz. Ko'rsatmasin. Canva. Bu yurishda ham tuqoyda anchadan biri bu. Turib. U yerda yurgan ekan, endi boquvda. Kelgandan beri aka umuman chiqarganim yo'q. Turdi. Kecha bugun endi bir minib qo'ydim. U yerdan o'ta og'riq holatda keluvdi. O'ta og'riq edi aka ot. Og'riq edi juda. Nechta bu yerda yuribdi, Jamshidbek? Yo'q, shu nechtalik so'ramabman aka, ammo. Jilovlari juda yaxshi biyalari bor odamlar olsa ham bo'laverar ekanda, xudo xolasa. Bo'laveradi aka, xudo xolasa. Qulunni juda berar ekan ammo. Qaytish yo'q, ammo yurak to'q. Mana akalar. Jonivor Jaguar bo'lib ko'rsatmasin. Hoy jonim. Shu yoqqa bosavering. Oxirida zo'rmi? Oxirida juda zo'r aka. Yemga o'tga. Yuvosh. Muammosi yo'qmi? Muammo yo'q. Hali ba'zi otlar yem tanlaydi, o't tanlaydi. Sekin. Hoy jonim. Jonivor. Yengil jonivor gavdaga qaraganda. Yana bir yaxshilab to'ldirib olsa menimcha. To'ldirib olsa maza qiladi. Xudo xolasa. Aka uyuri juda kuchli ekan bu jonivor. Uyuri? Ha. Uyuri o'ta kuchli. Yaxshi qarar ekan uyurga. Toza qonli, zo'r qaraydi deb edi. Shu biyasini nechtalik so'ramadim shuni. Buni endi nech pul aytamiz? Mehnati bor ekan. Aka buni hisobga olib. Arzon qo'yamiz. Olgan odam to'ldirib, biyalari bo'lsa biyalariga qo'yadi. Narigi Beshqashqani rosa ko'pchilik so'radi. Uyurlarim bor, Beshqashqa biyalarim bor deb akalarim so'radi. Endi ketib qoldi. Nech pul aytamiz? Aka pulini ancha qo'ysak buni. Endi ancha bo'lib qoldi-ki, yana kecha kelganda narx sira aytiraring. Xo'p. Mehnatini hisobini olib, mehnatini aka har doimgidek aka talash bo'ladi bu ham. Xudo xolasa. Kichkina otmas aka, katta. Xo'p. 3900 aka. Pulini yengil qo'yib beraman. Juda yengil. Kam bo'ladimi? Kam bo'ladi. Hali 4000, 5000 lega arziydigan narsa. Faqat endi mehnatni to'ldirib olish kerak. To'ldirib oladi, bo'ldi. Yeb ichishi zo'r. Yuvoshligi zo'r aka. Oyog'i bir oqsash yo'q-a? Yo'q, shishkasi bor oyog'ida. Shishkasi bor, u qatib ketgan, ko'rdingiz. Oqsamaydi aka. Mana akalar. Orqa taqalari ham yo'q. Bosing endi bir bosing, orqalarini men bir ko'rsatib qo'ying. Mana akalar. Shu orqa o'ng oyog'ida ozgina shig'i bor ekan, u eski bo'lsa kerak, Jamshidbek. Eski, u qadimgi ekan aka. Qadimgi. Buni taqalatib qo'yish kerak ekan. Ha, taqalatish kerak ekan, u sassiqlari ham o'sib yotdi. Toshinqirab qoldi. Taqamiz tushmay qoldi. Shunga oldin taqaladik, orqasi qolib ketdi ekan. Narxida kelishamiz. Narxida kelishamiz. Xayr barakasi bor. Bo'ladi. Boqaveramiz akalarim. Aytilishi 3900 a? 3900. Yana kami bo'ladi, xudo xolasa akalar. Yuvoshligi, valigi, qaysarlik, gamach-pamash unaqa narsa, nazat-bazat yo'q aka. Xotirjam olishaversin. Sog'liq uchun ham maza qilib minsa. Aka, meni ko'chada meni yurgani ham zo'r aka. Xudo xolasa. Qo'rada ham rosa yuvosh. Zo'r turadi. Kishnab, mana shu ot borligini bilib turasiz uyda. Ha, shunaqa. Uloq qanaqa ekan buni uloq? Uloqlari ham zo'r. Tagiga o'tib qolibdi. Ha, uloqlari ham zo'r deb keldi aka. Uloq yaxshi ekanmi? Uloqlari zo'r. Ko'rsatmaysiz, mana akalarim. Yuragi to'q aka, hech narsadan qaytish yo'q. Endi chopatda. Xudo xolasa. Endi buni sababini qilinadi, yaxshi boqilib, menimcha kuchi yetgan joyga bosilaveradi. Yetgan joyga bosilaveradi aka. Xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, yaqinlik ulashib qo'yasizlar. Jamshidning o'ziga aloqa chiqarasizlar, albatta aytgan narxidan tushib beradi. Yedi ishtisiga, tanijoni sog'ligi, uyuri uloqga ham kafolat beraveramiz. Kafolat aka. Bo'ldi. Chiqdi chiqsa kafolat, kuchi yetgan joyga aka ishlaveradi. Inshaalloh. U nazat-fazat unaqa narsasi yo'q, behijolat. Kelib, minib, ko'rib
olishaveramiz. Bo'ldi jigar. Sog' bo'lasizlar, yaqinlik ulashib qo'yasizlar, xato kamchilik uchun uzr akalar.